Assalomu alaykum hurmatli tekstilchilar. Virtus Circle tekstil aksessuarlar showroomiga xush kelibsiz. Bugun sizga kompaniyamizning eng keng va eng murakkab yo'nalishli bo'limlaridan biri to'qima bo'limi haqida aytib bermoqchiman. Bu bo'limimizda ishlab chiqariladigan mahsulotlar hayotimizning har bir qadamida uchraydi. Tayyora va avtomobil xavfsizlik kamarlaridan tortib, harbiylar, quruvchilar, shifokorlar, alpinistlar, sportchilarning maxsus kiyimlarigacha. Qolaversa, turli gadjetlarda, oyoq kiyimlarida, uy anjom mahsulotlarida ham aynan ushbu bo'lim mahsulotlari ishlatiladi. Hatto kosmonavtlar ham bu bo'lim mahsulotlaridan foydalanishadi. Bunday keng yo'nalishdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun bizda kerakli uskunalar jamlanmasi, turli xomashyo turlari va tajribali texnologlar mavjud. Showroomimizga tashrif buyurganingizda to'qima bo'limi menejer texnologi Aziz sizga istagan namunangizni ko'rsatib, kerakli tavsiyalarni berishga tayyor. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, to'qima bo'limida siz quyidagi mahsulotlarga buyurtma bera olasiz. Jakart rezinka, jakart tasma, jakart beyka, jakart shnur, tasma, remen, ekstrafor, lenta, etiket lenta, maxsus tasma, to'qima rezinkalar, Rashel lampas va boshqa ko'plab mahsulotlar. Biz o'z jamoamiz bilan siz istagan har qanday murakkablikdagi aksessuarlarni ishlab chiqish va takomillashtirish uchun doimiy ishlaymiz. Aytgancha, tayyor namunalarni bevosita showroomimizdan olishingiz mumkin. Maslahat esa mutlaqo bepul.